Ertaga soat 12:00 da oldimda bo'lmasang qizing yetim qoladi. Buni eng ko'p men xohlamayman. Men bolalar otalari bilan ulg'ayishni istayman, tushundingmi? Tushundim aka, xo'p. Borsang yaxshi bo'ladi. Bu joy menga juda yoqadi. Muht bor, musiqa, choy bor, eng muhimi siz borsiz. Aslida men siz bilan bir masala haqida gaplashmoqchi edim. Marhamat. Nima ekan? Bu Eshref haqida. Eshrefmi? Ma'lumki, men unga ishlayapman. Kun sayin yaxshiroq tushunyapmanki, Eshref juda yirik mafiya odami ekan. Net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Yetimlar haqida nimadir eshitdim. Operatsiya yana shunga o'xshash gaplar. Eshrefni taniganimdan beri boshim balodan chiqmaydi. Va boshqa joylarda sahnaga chiqishimga ham ruxsat bermayapti. Shunday ham gap bo'ladimi? Nega ruxsat bermas ekan? Siz erkin ayolsiz, xohlagan joyingizda ishlashingiz mumkin. Eshrefdan ruxsat so'raysizmi? Aslida shunday, lekin bu yerda ishlar boshqacha-da. Kechirasiz, ochiqchasiga so'rayman. Bu yetimlar masalasi aslida nima o'zi? Rostdan ham juda qo'rqyapman. Biror nima deb meni tinchlantiring. Bu mafiya emas aslida. Xayriya tashkiloti deb tasavvur qiling. Ya'ni tashvish qilinishga hojat yo'q. Maqsad yetimlarga yordam, qashshoqlarga, muhtojlarga ko'mak berishdir. Unda bu tashkilot boshida Eshrefmi? Bu gap qayerdan chiqdi? Eshref hali bola bo'lsa, yaqindagina o'z oramizga qo'shildi. Kechirasiz, juda ko'p savol beryapman, lekin bu tashkilot boshida kim turibdi? Ishoning, hatto men kim ekanligini ham bilmayman. Bittagina Yoqub otamiz bor. U shu jamiyatni boshida turadi. Bu jamiyat aslida nimaga xizmat qiladi? To'liq xayriya maqsadida birlashishgan. Bizni ko'rinishimizga qarab baho bermang. Masalan, men aslida juda romantik odamman. Sevganimni jonimdan ortiq sevaman. Agar bir ayolni sevib qolsam, dunyoyimni beraman unga. Ha. Qanday ajoyib. Tegma. Eshrefni kutamiz. Ochman, och. Sizni ham yeb yuboraman hozir. Gapini qara. Xayrli oqshom. Xayrli oqshom. Xayrli oqshom. Nima bo'ldi? Nejmiddin bilan gaplashdik. Ertaga kelib hammasini aytadi. Alloh, ertasi nima edi endi? Bo'g'ziga qurolni tirab gapirtirish kerak edi, birodar. Odamni yonida kichkina qizi bor edi. Muddat berdik, keladi, bizdan qocha olmaydi. Kim bizni olovga tashlaganini qo'lga tushiraylikchi. Agar ushlasak tiriklayin ko'mamiz.
Yo'q qilamiz. Qachon keladi ekan? Soat 12larda keladi. Yaxshi, kelsin ko'ramiz. Yozib qo'yapman-da. Ta'zirini yeydiganlar ko'p-da, orasida adashtirib qo'ymay deyman. Xayrli kech. Xush kelibsan. Xayrli kech. kech. Bu Nejmi masalasi nima bo'ldi? U ish bizda, xotirjam bo'l. Qo'yaver, hal qilamiz uni. Doktorlar Yakubota haqida nima deyishdi? Bilishimcha kasalligi anchagina og'irlashgan. Yaxshi bo'lmabdi. Lekin qo'limizdan kelganini qilamiz. Tuzaladi. Inshaalloh. Alloh shifo bersin. Amin. Amin. Yana bir yangilik ham bor. Nima ekan? Nusret bilan murosaga keldim. Boshqa oilalar bezovta bo'lishayotgan ekan. Agar tinchlik bo'lmasa, biz bilan ishlamas ekan. Majbur bo'ldim. Eyvalloh. Eyvalloh. O'zing bordingmi? Uchinchi yangilik, Yakub ota meni o'rniga vakil qilib tayinladi. Nima deyapsan? Jiddiy aytyapsanmi? Zo'r bo'pti-ku. Otam tuzalguncha. Voy birodarim, yaxshi bo'lsin albatta, lekin bu narsani birinchi aytishing kerak edi. Qaranglar, boshliq kim bo'pti? Qo'lingni o'pmoqchiman. Qo'ysangchi Gurdal. Ukam meni barakalla. Barakalla. Vaqtinchalik xolos. Og'a bo'lding, vaqtinchalik degan narsa yo'q endi. Tabriklayman. Rahmat. Tabriklayman, Ashraf. Rahmat Ermak. Bu lavozim eng ko'p senga munosib edi. Ukam. Xayrli bo'lsin. Jonim o'g'lim, Rahmat. Alloh seni asrasin yana bir bor. Amin, amin. Alloh otamizni bizdan olmasin. Amin, Amin. amin. Qani o'g'lim o'tir. O'tir, o'tir. Bu xabarni yaxshi taom bilan nishonlaymiz. Sho'rvaga qara. Ha, sho'rvaga qara. Senga alohida ovqat bor. Ya'ni sevish, sevilish go'zal narsa, Nisan. Ha, albatta muhim narsa. Tursak bo'lmaydimi? Uyda singlim yolg'iz qo'rqmasin yana. Qayerga? Hozir keldik-ku. Men ham sizga bir gapni aytmoqchi edim. Ya'ni qanday nima deb boshlashni, bunaqa ishlarni yaxshi bilmayman lekin. Boshqa safar aytsangiz bo'lmaydimi? Soat ham allamahol bo'ldi. Bir daqiqa shoshmay, biroz gaplashaylik. Siz biroz mastga o'xshaysiz. 2 qadah ichdik, darrov mastga chiqib qoldikmi? Men sizni ishqingizda yonyapman, Nisan. Ilk marta ko'rganimdan beri. Qo'rqmang. Men sizga zarar yetkazmayman. Faqat gaplashmoqchi edim. Davom ettirmasangiz yaxshi bo'lardi. Bugun aytganlarimizni unutamiz, xo'pmi? Men sizni unuta olmayman-da. Doim xayolimdasiz. Faqat sizni o'ylayman. Xayolimdan chiqmayapsiz. Agar sizga serialimiz yoqqan bo'lsa, uni davomini yangi TV ilovasida tomosha qiling. Kadir bey, men sizga hech qachon unday ko'z bilan qaramaganman. Menga bir imkoniyat bermaysizmi? Ya'ni bu oddiy xayo havas emas. Biz sevdikmi? Butun yuragimiz bilan sevamiz. Ya'ni jonimni so'rasangiz, jonimni ham beraman. Shunchaki hislarimni tushuntirmoqchi edim. Siz meni noto'g'ri tushundingiz shekilli. Axir siz Ashrafni do'sti emasmisiz? Ha. Demak, masala Ashrafda, shundaymi? Ko'nglingiz unda. Yo'q, aslo unday emas. Do'stsiz deb o'ylaganman. Nima bo'pti do'st bo'lsak? Men ketdim. Xayrli tun. Sevaman deyapman, nega tushunmayapsiz? Yo'ldan qoching. Nisan xonim, bir daqiqa. Siz noto'g'ri tushundingiz, Nisan xonim. Nisan xonim.
ilovasi. Eshitaman. Eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Alloh jazosini bersin uni. Rostakamiga menga yopishdi. Rosta dardini aytdi. Dardini? Sizni sevaman, pevaman dedi, mast ekan. Tushundim. Xo'sh, yetimlar masalasini nima qilding? Men nima deyapman, sen nima deyapsan? Zo'rg'a qutulib chiqdim deyapman senga. Allohim, menga o'sha imzolangan hujjat kerak. Yaxshi, olib boraman. Hali ham yetimlar deydi-ya. Yetimlaringga ham, senga ham. Madam kimyo bilan o'ynashayotgan ekansan. Mayli, o'ynaymiz. Amirim? Hali ham ketmadingizmi? Ketadigan ahvoldamanmi? Tushunmadim. Amirim, nega menga tinchlik bermayapsiz? Chiqdi. Men ham o'lib borayotganim yo'q. Unda tinch qo'ying. Ammo ishimni yaxshi bajarishni xohlayman. Tushundim. Qahva olsam bo'ladimi? Albatta. Aslida siz bilan juda ham yaxshi jamoa bo'lishimiz mumkin edi. Hali ham bo'lishimiz mumkin. Endi kech bo'lgandek. Siz meni yoqtirmadingiz. Ish boshqa. Sevmoq boshqa. Demak, hali umid bor ekanda. Bu senga bog'liq chiqdim. Shu yer. Katta rahmat. Alo, Nima qilyapsan? hech narsa. Kayfiyating yo'qmi? Biroz. Nima bo'ldi? Qo'yaver. Qiziqdim. Yana o'sha quruvchilar bezovta qildimi? Yana o'sha pudratchilarmi? Yo'q, hech kim bezovta qilgani yo'q. Menmi? Ishonmasam balki, lekin ovozingni eshitganim yaxshi bo'ldi. Sen ham yaxshi emassan. Sen ham o'zingni yaxshi his qilmayapsan. Men avvaldan yomon edim. Ba'zida seni o'rningda bo'lishni istayman. Jasur, shafqatsiz. Nima qilarding? Yuragimni og'ritganlarni barchasini jazolardim, lekin boshiga o'q uzmasdim. Chimchilarmiding? Nega kulyapsan? Kechirasan bu so'zni seni og'zingdan eshitaman deb o'ylamagan edim, kechirasan. Qo'ng'iroq qilganingga juda xursand bo'ldim. Juda vaqtida qo'ng'iroq qilding. Xayrli tun. Senga ham. Mostbet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling.
Qayerda eding akasi? Butun tun senga telefon qildim, ko'tarmading. Tashvishlandim. Nusret Eshrefni vakil bo'lganini eshitibdi. Qadir bizni aldadimi deyapti. Sen bilan gaplashmoqchi ekan, kamga bu yoqda Nejmiddin muammosi. Bularni hammasini sen eshitdingmi? Qadir, Yakub ota deymiz, u esa Eshref deydi. Nisan deymiz. U ham Eshref deydi. nima deyapsan? Yomon o'tdimi? U qiz Eshrefni sevadi. Men sendan so'ragandim, Qadir. Oralarida hech narsa yo'q deding. Bor. Ha, bor. Qo'ng'iroq qil. Kimga? Qotillarga. Eshrefni yo'q qilsinlar. Rost aytyapsanmi? Rost aytyapman. Jonim bilan-da. Savol berma, hozir borib olaman. Mayli, xo'p. Yetay deganda aytaman. Yaxshi. Ko'rishamiz. Kim bilan gaplashyapsan? Hech kim bilan. U Nisan edimi? Biznikilar hali ketmadimi? Mavzuni o'zgartirma, mendan yashirish shart emas. Sendan hech narsa yashirmayapman. Gaplashmoqchi emasmisan? Nima haqida? Nisan haqida. Ayta qol, nima bo'lyapti o'zi? Boraman olib ketaman dedi, lekin qayerga olib ketishini aytmadi. Bu ish menga shubhali tuyulyapti, Nisan. Qaysi ish? Eshref va sen. Gapir, nimalar bo'lyapti o'zi? Gapir, nima bo'lyapti? Bilmayman, Jaren. Xayollarim chalkashib ketdi. Bu odam mafiya, telba, jinni. Bilaman, lekin bir payt keladi-da, shunday bir ish qiladiki, aqlim shoshib qoladi. Nima qilishimni bilmay qolaman. Sen menga aytchi. Nimani his qilyapsan? Vijdon azobi. Nima uchun? Ruya. Eshref, men seni singlingman, tushunyapsanmi? Bilaman, bu mavzuni gaplashganmiz, hammamiz qarshi chiqqandik. Lekin keyin o'ylab ko'rsak, bu narsa men uchun senga qilingan adolatsizlikdek tuyuldi. Qanday? Ruya hanuz yuragingda ekanligi, uni hanuz izlayotganing. Bu juda ham romantik. Xuddi ertakdagi kabi. Ko'p marta meni ham kimdir shunday sevsaydi deganman. Lekin biz ertakda yashamaymiz. Bu haqiqiy hayot. Bunday davom eta olmaysan. Bilaman, oila qura olmaysan. Lekin qiz juda ham chiroyli. Ha. Yoqimtoy, jozibali. Ha. Mossizlar. Qanday? Yonma-yon turganingizda. Rostdanmi? Ha. Qara, u yigit umuman meni didimga to'g'ri kelmaydi. Juda ham qo'pol. O'zidan kimdir yasab olganmi, belida qurol, yonidan o'tsa salobati bo'g'ib yuboraman deydi. Shunaqa darajadaki, lekin juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Gap bo'lishi mumkin emas. Afsuski. Xarizmali. Hayvon kabi. Afsuski. Seni himoya qiladimi? Qiladi. Ha, himoya qiladi. Bu narsa albatta yoqadi-da odamga. Afsuski. Bunday tipdagilar rashkchi bo'lishadi. Aslida rashk qilmasa yaxshi bo'lardi. Rashk qilsa odam ichidan nimadir uzilgandek bo'ladi go'yo. Nisan, nima qilasan endi? Zo'r yordamchi bo'lding, Jaren. Qoyil. Eshref, ayt, yuragingda nima bor? Bir marta bo'lsa ham yuragingga quloq sol.
Men boshqasini sevaman, Irmak. Ashraf, sen boshqasini seva olmaysan. Boshqasini ko'rmasdan sevyapsan. Bu sevgi emas, bu shunchaki ro'yo. Qo'rqityapsan meni, Irmak. Nega? Bunday gaplar insonni yuziga qarab aytilmaydi. Kimdir bu xavfni zimmasiga olishiga to'g'ri keladi. Nima qilay? Yuragingni eshit. Shundan boshqa gap topolmadingmi? Oxirgi marta yuragimni tinglaganimda o'zimni qamoqda ko'rgandim. O'shandan beri yuragim bilan chiqishmaymiz. Ashraf, bu hayotga bir marta kelasan. Hayot bir marta beriladi deb uni noto'g'ri odamni sevishga sarflashni istamayman. Yana bir gap. Bir yurak bir marta sevadi. Ashraf keldi. Qayerga ketyapmiz? Buni so'rash mumkin emas. Allo, Kenan aka, ortidan tushdik. Yaxshi. Yo'qotmanglar, tushundingizmi? Xo'p aka. $100,000. Rahmat. Ashraf o'lish kerak. Ashrafdekmi? Ha, Ashraf kimligini bilamiz. Unga tegmaymiz. Bu qiyin ish. siz o'sha ishni hal qiling. Ishlaringiz yanada qiyinlashmasin. Qachon? Bugun. Hozir. Hozir qayerda? Ortidan odam qo'yganman. Manzilini aytishadi. Nima deysiz? Rozimisiz? Tushunarli. Manzilini ayting, hal qilamiz. Zo'r. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Hech kim bilmasin deb aytishga hojat yo'q, lekin ko'zlaringga qarab aytaman. Hech kim bilmasin. Oramizda qolsin. Har doim. Rahmat. Kel. Nima gap? Amirim, bu yetimlar masalasi haqida. O'rnini kim egallaydi? Shu haqida bir taxminim bor edi. Shu haqida gaplashmoqchiman. Keyin gaplashamiz. Albatta. Atif, aytganlarimni yaxshilab o'ylab ko'r. Agar Chig'diyam noqonuniy yo'llarga kirmoqchi bo'lsa, agar sen ham bilsang, seni ham yo'qaman. Kasbingdan ayrilasan. Axir butun oilang politsiyachi. Agar politsiyadan haydalsang, bilasanmi? Na onang, na otangni yuziga qaray olmaysan. To'g'ri aytasiz, amirim, lekin men hech narsa bilmayman. Yaxshi, Atif. Gaplarimni o'ylab ko'r, yaxshilab. Albatta, amirim, ruxsat bersangiz.
Nima haqida gaplashdinglar? Xo'sh, Hech narsa. mendan yashirma. Nima haqida gaplashdingiz? Nima bo'lardi? Seni so'radi. Odam sendan shubhalanyapti. Agar u bilib qolsa, rasvo bo'ladi. Baloni yebdi. Hech narsa qila olmaydi. Seni qo'rqitmoqchi bo'lgan xolos. Sal dadilroq bo'l. Komissarim, nimalar deyapsiz? Iltimos, yetar endi, yetar. Atif, yur. Yuqoriga chiqamiz. Yura qol. Komissarim, Yur. Qayerga ketayotganimizni nega aytmayapsan? nega savol berishdan to'xtamayapsan? Chunki qiziqyapman. Yarim qolgan ishni tugatishni istayman. Qanday ish ekan u? Borganda ko'rasan. Bir daqiqa. Bu yo'l Metin akani studiyasiga olib boradimi? Ishrif yo'q, bormayman. Hech narsa bo'lmaydi. Oxirgi borganimda rasvo qildik. Yana rasvo bo'lishni xohlamayman. Iltimos sendan. Hech narsa bo'lmaydi. Mashinani to'xtat, bo'lmasa sakrayman. Filmlardagidek bo'lmaydi. Bu eshityapsanmi? Sakrab tushib o'rningdan turib keta olmaysan. Ey xudoyim. Xotirjam bo'l. Hech narsa bo'lmaydi. Keldik. Tushmayman men. Tushasan. Odam senga qanday qilib yo'q deya olmasligini tushunmayman. Javobni tan olmayman-da, shunga bo'lsa kerak. Xush kelibsizlar. Metin bey ham sizni kutayotgandi. Marhamat. Metin aka, Metin ustoz kechirasiz. Xush kelibsiz. Metin aka, Eshrifim, xush kelibsan. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. dunyo ishlar bilan ovora bo'lib qoldim-da. Sen qayerda eding? Oxirgi marta kelganimdan keyin biroz uyalib qolgandim, kechirasiz. Uyatli joy yo'q-ku. Qara, hamma narsa tayyorlab qo'ydim. Sizlar dam olinglar, men qahva olib kelaman. Hozir battar qilaman. Orzularim derding-ku. Mana ol orzuyingni. Mayli, men yuqorida kutaman. Ketma. Ketmayman. Ketma. Tanish yuz bo'lsa, o'zimni erkin his qilaman. Mayli. Ketmayman. Shu yerda o'tiraman. Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib 3 million so'mga ega bo'ling. Ey Muslim, o'chir shu ovozni. Namozga qo'ydingmi? Farruh, nima deyapsan? Hali vaqt ham bo'lgani yo'q. Bomdod o'qib yotaman. Yaxshi, unda bu nimani ovozi? O'lim ovozi, o'lim. Nima qilyapsan? Avval bizdan oldin uyg'onmasding-ku. Soat 12 bo'ldi. Endi borib o'sha do'sting bilan yaxshilab gaplashib ko'raman. O'z tilida. Turdik, bu butun mahallani uyg'otadi. Qayerda ular? Ana va mashinada. Qaysi biri? Yashil ranglisida. Tayyormisan? Boshlaymiz. Qaninisan qila olasan. Uch, to'rt. Hayatımdan çıksan diyorum, bu ikili delilik sona erse, ikimiz için de en hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyip
bu yok ediciliği anlayabilmeyi bir bilsen ne kadar yürekten istiyorum. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Daha fazla tükenmeye takatim yok. Ba'zi narsalar taqdirdan ham ustundir. Ular harakat talab qiladi. Axir taqdir ham harakatga oshiq bo'ladi. Eshrefdek ilhom beradigan odamsan. Bir imkon bersang bo'lmaydimi menga? Meniki vaqtincha hayu havas emas. Biz sevganmizmi, oxirigacha sevamiz. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Daha fazla tükenmeye takatim yok. Zo'r. Katta rahmat, qanday chiqdi? Juda zo'r. Rahmat, xursand bo'ldim. Ammo meni bir ikkita ishlov beradigan joyim bor. Tugasa birga ishlashamiz. Maylimi? Juda ham ajoyib. Keyin nima bo'ladi? Uni keyin ko'ramiz. Medinbek, mehmoningiz keldi. Ha, mayli. Mayli. Bizga ham ruxsat bersangiz. Mayli, unda keyinroq bo'sh vaqt topib keling, kutaman. Ko'rishguncha sizga rahmat. Ko'rishguncha. Mayli. Rahmat, katta rahmat. Nima deyishimni bilmayapman, ishon. Rahmat kifoya. Menimcha rahmat kamlik qiladi. Bu narsani men uchun ahamiyatini bilmaysan. Aytsa bo'ladi. Menimcha so'zi yetmaydi. Men imo ishora tilini bilmayman. Yaxshi bilasan-ku. Mana bu hayotdan zavqlanish deyiladi, Qadir. Mana shuni hayotni yashash deyishadi. Baraka topkurlar. Ha, Bir muammo bor. nima gap, nima bo'ldi? Eshrefning yonida qiz bor ekan. Kim ekan? Bilmayman, chiroyli qiz. Nima qilamiz, keyinroqmi? Yo'q. Keyin bo'lmaydi. Boshladingizmi? Tugating. Qizni hammi? Uni ham. Ha. Xo'p.
Nima deyapti? Hech narsa. Gapir endi. Nisan ham yonida emish. Xo'sh, Nima qilibdi? Reja o'zgarmadi. To'xtamang dedim. nima deding sen? Nima istaysan qizdan? Bu qiz seni aqldan ozdiradi, Kadir. Qutulish eng to'g'risi. Meni eshit, muammo bo'ladi, qo'yaver. Ikkisi ham o'lib ketaversin. Qutulaylik, ishimizga qaytaylik, Kadir, tushunyapsanmi? Ber raqamlarini. Bermayman. Seni shu yerni o'zida otib tashlayman. Ber dedim raqamlarini. Nima e'tiborimni tortdi bilasanmi? Yaxshi narsadir, a? Necha soatdan beri birgamiz, bir muammo ham bo'lmadi. Aynan nima istaysan? Tinchlik. Tinchlik? Mana senga tinchlik. Atrof yashil, bahor kelgan, qushlar sayrayapti. Ko'ryapsanmi? Zo'rku. Nega bunday qilding? Metin akani aytyapsanmi? Ha, Orzusi bor odamlarga hurmatim bor deb aytganman. seni tushuna olmayapman. Sen haqingda nima o'ylashimni ham bilmay qoldim. Nimani istasang shuni o'yla. Sen nima deb o'ylashimni istarding? Men hech kimga baxt keltirmayman. Lekin bugun men juda baxtli bo'ldim. Haqiqiy baxtni his qildim. Bugungi kun eng baxtli kunlarimdan biri bo'ldi. Agar shunaqa narsaga ham baxtli bo'lsang, bu seni fazilating. Bu men uchun juda katta narsa. Men uchun emas. Faqat telefon qilib qo'ydim. Lekin tushunding. Meni baxtli qilishni xohlading. Shuni o'zi yetadi. Odamlarning baxtli bo'lishi menga yoqadi. Alo. Tayyor turing, kelishyapti. Tushunarli. Alloh Alloh. Nima bo'ldi? Benzin. Zapravka qayerda ekan? Shu yaqin atrofda bo'lishi kerak. Bor, lekin nega shunday bo'ldi? Men mashinani uncha tushunmayman, lekin teshik-meshik bo'lishi mumkinmi? Teshikmi? Mening mashinamda teshik bo'lmaydi. Tushunarli. Endi nima qilasan? Serdarga borib aytasanmi? Yana nima qilay? Ha? Hayotimni barbod qilding-ku. Bo'ynimgacha botqoqqa botirding meni. Nima deyapti bilasanmi? Seni ham ishdan bo'shataman deyapti. Hech narsa qila olmaydi. Qo'lida video yozuv bor. O'sha paytda o'sha joyda bo'lganingni isbotlaydi. Bu hech narsani isbotlay olmaydi. Ammo tinch qo'ymaydi demak. Atif, sen ham men kabi botqoqdasan. Buni bilasan. Endi chiday olmayman. Borib hammasini aytaman. Agar ota-onam eshitsa, ularning yuziga qaray olmayman. Tushunyapsanmi? Aslo. Gapirmaysan. Gapiraman. Charchadim. Seni sevgi hikoyalaringdan ham, sendan ham charchadim. Eshrefdan qasos olaman deb hayotimni barbod qilding. O'ldiraman seni. Hech balo qila olmaysan, ketaman endi. Ha, professor, seni eshityapman. Bilmayman, Gurdal. Bo'ldi, bas qil. Nimani bilmaysan? Hammasini bilasan-ku, a? Muslimda nima shoshilinchi bor? Alloh Allah. Haytchi qani, mendan gap chiqmaydi. Og'zim muhrlangan, bilasan-ku o'zing yaxshilab. Shoshilinch ish bor ekan, faqat Eshrefga aytgan. Men ham bilmayman. Hurmatli tomoshabinlar, so'nggi yangiliklar sababli musiqani to'xtatamiz. Eshrefdek va uning birodarlari sirlar sabab ajralishdi.
Ular orasiga sirlar tushdi. Endi musiqani qayerdan to'xtatgan bo'lsak, o'sha yerdan davom ettiramiz. Voy, voy, voy. Gurdal, mayli, shovqin qilma endi. Yur, sekin hal qilamiz bu ishni. Hal qilamiz, birodar. Baribir bilib olaman. Endi bunday qilma. Men ichkariga kiraman. Sekingina hech kimni uyg'otmasdan Nechmettinni olib chiqaman. Undan keyin ketamiz. Hamma muammo tugaydi. Meni tushundingmi? Gurdal, bu ishda sendek telbalarga ishonib bo'lmasligini men juda yaxshi bilaman. Tushundingmi? Bo'lar bo'lmas gapni gapirma. Qani ketdik. Ana bo'lmasa, nima deganini ko'rdingizmi? Yur. Bu yerlar vayron bo'lgan-ku. Gilay? Esladingmi meni? Kel, hammasi joyida, kel. Hoppa, kela qol, kel. Jin ursin la'nati, ey. O'ldirib ketishibdi. Ular to'xtamaydi, professor. Bu paskashni ushlash kerak. Eshref o'lmasa, biz yo'q bo'lmasak, ular to'xtamaydi. Mayli, men chiqyapman. Oldinda bor ekan, qara. Xush kelibsiz. Xusammi? Albatta. Sport o'yinlariga lekin pulingiz yo'q. Hoziroq Moskvadan boris pullar. Eshref! Pullaringizni bir necha barobar ko'taring. Nima bo'ldi? Nimadir ko'rdingmi? Tabriklayman. Yana boshimiz baloda. Yanami? Yana. Qo'rqma, senga hech narsa bo'lmaydi. Kamarni taq. Mahkam ushla. Maylimi? Yaxshi. Tinchlan, maylimi? Hech narsa bo'lmaydi. Kelishdi. Jin ursin. Alo. Nejati, bu men Qadirman. Eshityapsanmi? Qizga tegmanglar. Endi kech.
Serial davomini hozir yangi TV ilovasida tomosha qiling. Egil